Hammaga assalomu alaykum. Bugun 31-yanvar. Soat 10:10. Nefrit ko'liga yo'lga chiqib ketamiz. Bu ertalab soat 3 da yo'lga tushganmiz o'zi Toshkentdan. Rosa yo'lda qiyinchiliklarga duch keldik. Mashina yurmay qoldi, sirg'anib, yaxdi. Yana guruhimiz a'zolari Akbar aka. Toshqidironmi? 3-a'zomiz guruhimiz. Assalomu alaykum. Hurmatli guruh nima himoyachisimidi? Arjuvich. Mana shunaqa chinalarni olganmiz. 2 kun bo'lamiz Nefrit ko'lida. Balki cho'milarimiz ham sharoitga qarab ertaga qaytamiz. Keyin yo'lda tulkilarni ko'rdik. Yana ichkarida ko'p boshqa hayvonlarni ham ko'rish niyatimiz bor. Ayniqsa tog' echkilari, kaban va tulkilar ko'rishimiz kerak. Shunaqa niyat qilamiz. Mana bu bizani nimamiz? Isitish pechkamiz. Pechka. Bu yerdan bitta teshuv bor, bu yerdan bitta teshuv bor. Apilga qilib sekin tutatib yoqamiz endi. Inshaalloh muzlagan ko'lda sinishga sharoit. Qanaqa bo'lar ekan, u yoqda ko'ramiz natijasini. Tabiiy. Ko'rayotgan bo'lsanglar, balon listi yedirib ketgan. Bu balon bilan chiqish oson bo'lmadi. No, biz uddaladik. Bizga ko'pchilik ishonmagandi. Keldik. Imkon qadar. Shunaqa. Wow, ayoqdan dahshat tushyapti quyosh. Quyoshdan. Xullas yo'lda yurib ketamiz. Yo'lda ham mo'l yurdik. Gaplashib. Shunaqa. Endi nima gaplar? Akbaraka. Tinch yurimiz shu. Yo'lda davom etamiz. Charchashuv. Nima deysiz? Ovozi bor deydi. Ovozi bor. Chuqur nafas olish kerak. Asmasi borlik kelsa, banat shifo. Postdan o'tamiz. Diqqat, davlat chegarasi. Alo. Biz postdan o'tib oldik. Yog'iga ketdi. Mana shu atrofda kichkina Nefrit ko'li. Ko'lga yetib keldik oxiri. Meni o'zingga teng ko'rma. Men asl zodalardanman. Mayli. E'tibor bermas. Bu shunchaki yengil shamol. Oldin lapatga chizib olmaysizlarmi? Ha? O'ygan joyimda belgilab olmaysizlar, domma. Voy pastagilar, Ankondan nimadir nimada qo'ygan deydi. Voy, ojiz chiqish kerakmi? Askan boshdan nima qilib turibdi? Qo'ysa bo'ladimi? Men kusoklancha suvni eritishga, suv bor. Ha. Ammo eritishga ham gap ketadi. Ana. Ha. Ana qo'yishdi. Ha. Oldimi video? Oho. Bu ana shevilarim suv olishyapti ko'ldan. Bu bizani lagerdagi ahvol. Choy qaynayapti. Bu palatkamiz. Quyosh botib ketyapti. Soat endigina 7 bo'ldi. Biz joylashamiz. Hadi oxirigacha yopishadi. 3 kishi bitta palatkada. Sababini tushuntirib beringchi. Bu o'zi palatka 2 kishilik chodir. 2 kishiga mo'ljallangan, lekin 3 kishi yotishimiz sababi suvda bir-birimizdan isitib. Yo, to'g'risida nima deydi? Bir-birimizdan chiqqan studiyada tezroq palatkani chiqish. Ha, mana brat anaqa gap ustamasman deydi, lekin
Shunaqa bir-birimizdan chiqqan issiqlik bilan bir-birimizdan isish. Maqsad shu. Noturishib qolmaydi yani. Ha. No, hammada palatka bor, to'g'ri? O'zdi. Manda 4 kishilik deydi. Ha. Shunaqa. Joylashib oldik. Joylashish o'ziga bir yarim soat vaqt sarfladikda. Nima bu? Qo'l qo'yishgami? Eng zo'ri nima? Shakar. Yo'q. Ya shakar ham zo'r emas. Qani ko'raylik. Benzin deysizmi o'yladim. Hozirgi sharoitda benzin emasda. Lifehack ko'rarkanmiz. Qani? Shakar bilan olov yoqishmoqchi. Po. Ferrero ketmas. Oho. Oldimi? Mana shu lifehacklar ko'rsatadi, mana shunaqa qilishni. Ha, Buni yoqib olish vashi azobda. to'g'ri. Ana 1 soat bo'ldi salkam. Ya'ni tayyor bo'lganini ko'rsatganda zo'r ko'rinadi. Vau, effekt bo'ladi. Ana yonayotgani ham zo'r bo'ladi. Qalasdan chiqing. Bitta bo'ldi. Uyg'ondiku. Bu lifehack ham o'xshamagan lifehack. Bo'ladiki. Ano videolar bo'ladi-yu. Bunda palatkani och. Qanaqa video qiladimi? Men tiriyman hali. Nasıl? Besh ming bilan 8 ming orasida uchadi. Bitta ochib olayim Tolbega. Square'dan bo'ladi. Menga telefonim o'chgan, rasm video olmayman-ku, bilasiz. Bo'lgan, kondensat yig'ilgan. Atak. Men shoshib nega chiqishim kerak? Kattamonda. Qor yog'masa bo'ldi. Yo'qsa navbat hozir suv bo'ladi-yu. Bundan sonra deyaveram aka. Malakon. Kofe bilan shikor. Yo'qda kashamiz. Tayyor bo'pti. Qarang. Ozgina ko'msa bo'ldi. Tolbaga. Mekan. Qorayga havo. Shuni kirib etadi. Hali yo'qmi. Hop. Bismillah deb turib. Nima deysizlar? Boshqa olamizmi? Bo'ldi. O, ana gvot bor ekan. Nomini o'qing. Ya bu nomi hech aniq qilmayapti lekin. Yomon ishlardan anaqa chetlab qo'ymayapti. Kasha. Охотник, рыбалка, deydi.